To'la ayollarimizni ozg'inroq ko'rsatish uchun to'qroq kiyimlarga murojaat qilamiz. Och kiyimlar, oq kiyimlar o'ta keng ko'rsatib borishi mumkin. Ayniqsa ko'krak qismi katta ayollarda och rangli kiyimlar katta ko'rsatib boradi. Kiyimlardan albatta agar ko'ylak tiktirmoqchi bo'lsangiz, yonlariga biroz vstavkalar, boshqa kontrast rangdagi vstavkalardan foydalanishingiz mumkin. Imkon qadar ozg'in ko'rinaman deb tor kiyimlarga murojaat qilmasdan, kengroq bo'lsa ham lekin to'qroq ranglardan kiyganingiz ma'qulroq. To'lacharoq bo'lsangiz ham mayli, to'lachaligingiz baribir ko'rinadi tashqaridan. Lekin hamma yoqni mundoq qilib ko'rsatib qo'yish shart emas. Naborot, o'shani ozgina bekitish maqsadida ustingizdan nimadir yelkangizga tashlab olib yurganingiz yaxshiroq. Nestandart figuralarimiz ko'p. Misol uchun pastki qismi katta, bo'ksasi katta, yelkasi kichkinaroq. Masalan, yelka 20-40, past 42 yoki 44 bo'ksa qism. Mana shunday qomatlarga pastki qismga to'q ranglarni tavsiya qilaman va tepa qismga ustidan uzun tushib turadigan pahvi zonani yopadigan kiyimlar bo'lishi kerak. Iloji boricha harakat qiling, bir xil tepa pasti bir xil ranglarni kiyishga, mana xrom, bo'lmasa past to'qroq, tepa ochroq ranglarni kiyishga harakat qilsangiz bo'ladi.